Ona o'rnini kim bosadi? Bosolmaydi. Na opa, na singil, na uka, na boshqa, na birov. Hech kim bosolmaydi. Bir soat, bir lahza, bir sekund hayotingizda beona tasavvur qiling. Onadan so'kishgan og'izlaring varro. Qachon ona qadri tirikligida bo'lmasa, o'lgandan keyin zachем надо, nimaga kerak? Nima uchun kerak? Shunchalik tosh bag'ir bo'ldikki, otamizni, onamizni olib boramiz, qariyalar uyiga tashlaymiz. Qaysi vijdon bilan, qaysi iymon bilan? Shu darajada insonlarni eshityapman. Bu darajada tosh bag'ir bo'lmaydi.